даже turmagan paytda xohish yo'q bo'lsa ham qorin paydo bo'ldi degani testosteron kamaydi degani. 4 tabletkadan 5000 talik ichib yurgan. Ishqalab turg'izib olib, Порнозависимость menstruaционная. bir marta tiqib olishi o'zida har qanaqa kasal o'tgan bo'lishi mumkin. Miya shuni to'g'ri ekan deb qabul qiladi. Pornofilm ko'rib qiladigan bo'lsangiz, nikohini albatta xotin oldidan oyoqni qo'ytirib, xavotirligidan hech narsa bo'lmaydi. Qorin paydo bo'ldi degani testosteron kamaydi degani. Shuni qilmasa uxlolmaydi, yotolmaydi, boshqa qiladi. Xotinga o'tkazib qo'ysa nima bo'ladi? Qattan bildingiz sopa-solingiz? Bilmaysan. Ayollar orgazmga erishmas ekan. Agar orgazm bo'lmasa, ayol baxtsiz va shu oilada er-xotin o'rtasida juda katta ham ruhiy, ham jismoniy muammolar kelib chiqadi. Braziliyadan hech qayerda yo'q, dunyoda hech qayerda chiqmaydi. Bitta shu Braziliyada bor narsa shu sop vibradigan lubrikantni olib kelishdi. Ayol kishida o'zida ilgari sezmagan yangi ощущенияларni, o'sha yangi narsalarni seza boshlaydi. Yoqadi. Namodo sizga sop vibra agar ta'sir qilmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Давайте, keling, o'tirib oling. Закончим, потом я начну съемки, потому что keling bolam, yaxshimisiz? Докладывай. Он хочет обследоваться перед женитьбой. Был 3 года назад в нашей клинике, обследован. Сейчас говорит, что боль в мошонке во время чихания и стонс. Половые контакты были один раз в жизни 15 лет назад. Мастурбирует сейчас. И как бы невозможно порнозависимость мастурбационная. Но он пока этого не понимает. Стонс тоже есть. Oğlum, masalan, har bir narsani sababi bor. Bekordan bekor bo'lmaydi. Боли при чихании когда бывает? При грыже бывает. Кашевой толчок называется, да, это? Просто чихание, она намного сильнее и так далее. Shuning uchun o'sha moyani paxi ko'rsa, bormi yo'qligi bilan olinadi. Bu bittasi. Ikkinchisi, har xil energetik napitkalar, kerak emas narsalarni qabul qilish bir hisobda yaxshi, bir hisobda yomon. Mana Dni kecha nimada ko'rdik, Andijonga borganda bir bolada 90 ga yaqin chiqdi. U ham 50 mingtalikni ichgan, ham 4 tabletkadan 5 mingtalikni ichib yurgan. Yarim yildan bir. Uni yuqori darajasi onkologiyaga olib keladi. Hech qanaqa narsani balansini buzish kerak emas. Hamma narsa o'z to'g'rida, vaqtida bo'lgan yaxshi. Endi o'g'lim, hammamiz bilib, bilmasdan gunoh qilgandaki, bilib bilmasdan har xil noto'g'ri narsalar qilib qo'yamiz. Men ko'plarga aytaman, boshqa qildiraman. Aqlimiz yo'q paytida hali hiperseksual davr degan davr bor. 12-13 yoshda ayolga qiziqish kuchli, o'rni bo'lsa bo'ldi, sal qo'l tegib ketib qolsa o'zi masturbatsiya qiladigan yoki kechqurun ixtilom bo'ladigan holatlar bo'ladi. Qanchalik vaqtli odam shu ayniqsa 16 yoshga yetmasdan shu bilan shug'ullanib bo'lsa, miya shuni to'g'ri ekan deb qabul qiladi. Shunga ko'nikadi va shuni xohlaydi. Agar siz pornofilm ko'rib qiladigan bo'lsangiz, ana o'sha pornofilmni ham miya to'g'ri deb qabul qiladi, shunaqa bo'lish kerak ekan deydi. Keyin real hayotda ayol kishi bilan ko'rsangiz, hech qanaqa sizda o'sha uyg'onish degan narsalar, qo'zg'alish degan narsalar yaxshi bo'lmaydi. Endi uzoq payt qilib yurgan bolalarda shu narsaga o'rganish bo'lgani uchun nima qila boshlaydi? Даже turmagan paytda xohish yo'q bo'lsa ham ishqalab turg'izib olib, shuni qilmasa uxlolmaydi, yotolmaydi, boshqa qila olmaydi. Har gal men o'zimga ziyon keltiraman deb o'zini kodirovat qiladi. Oxirgi marta qilaman, men tashiyman deydi. Yana kodirovat qiladi o'zini. Kodirovat qildi degani, ya'ni men nikoh bo'lganda xotinim bilan qanaqa yaqinlik qilaman, to'ydan keyin deb
o'ziga o'zi oldindan programma kirgizib qo'yadi. Keyin nikoh kuni albatta xotinni oldiga oyoq qo'l titrab, xavotirligidan hech narsa bo'lmaydi. Bu kasal degan emas, bu mamlatda porno zavisimiz, ana o'sha Kadirovni degan narsa keladi. Qanaqa qilib o'ziga munosabat qilgan bo'lsa, o'sha psixologik omillarni olib tashlash kerak bo'ladi. Biza shu Angliyadan Examine bu sovetskiy prostoransiyada birinchi olib keldik. Maqsad nima? Mana sizlardan porno zavisimizdan tashqari narkoman zavisimlar bor, har xil orientatsiyasi buzilganlar bor, boshqalar bor. Semirib ketib ozom yopganlar bor, ishtahasini ushlab tura olmaydiganlar. Ana shularni mentaliga ta'sir qilish. Mentaliga ta'sir qildirib, shundan qutultirish, yordam berish. Shu narsani mana boshlaganimizga ham 1 yil bo'lyapti. Juda yaxshi rezultatlarimiz bor. Inshaalloh harakat qilib, hozir mana holatingizni ko'rib turman, semizlik paydo bo'ldi. To'g'rimi? Bu ketgani. Hozir men aytmoqchiman, bu hozir shu holatda agar ketgani bo'ladigan bo'lsa, o'g'lim, o'zi 102 dan yuqori bo'lsa, o'sha metabolik sindrom deydi. Undan oldin qanaqa ahvolda bo'lgan ekansiz? Qorin paydo bo'ldi degan testosteron kamaydi degani. Однозначно. Qon tomirlari yopilyapti degani. Kavern tonajonlari yopilyapti degani. O'ta antioksidant oksidazot ishlamayapti degani. Antioksidantlik yetmayapti degani. Albatta kimda problema bo'ladi? Kayfiyat yomon, o'ziga bo'lgan ishonch yo'q. Bu faqat jinsiy hayotga emas, ishingizda, kasbingizda ham nima bo'ladigan bo'lsa ham, nima bilan shug'ullanayotgansa, unga ham katta ta'sir qiladi salbiy. Erkak kishi o'ziga ishonchi yuqori bo'lishi kerak. Inshaalloh hozir oldin hamma narsani tegiga yetib olishimiz kerak. Ya'ni markazni, nishonni ko'rsak, nishonni kelgan ochsak bo'ladi. Nima ekan, qanaqa ekan? Nimalar bo'lishi mumkin? Birinchi narsa o'sha siz video ko'rib masturbatsiya qilayotganingizda mana shu prostata ichidagi atsinuslar rosa kengayib ketadi, siydik yo'lini siqa boshlaydi, dimiqib qoladi. Sababi ko'z bilan ko'rganda o'sha kuchli uyg'onish olganning hisobiga organizm juda ko'p darajada suyuqlik ishlab chiqaradi. Uni muskul bo'sh, yosh hali siqib hammasini chiqarib bera olmaydi, ichida qolib ketadi. Ana o'shani dimiqish deydi bizada. Shu dimiqish qaydan bo'ladi? Keyingisi, agarda o'zingizni tekshirish uchun boshqa bir tarafda begona qizlarga borgan bo'lsangiz, boshqa qilmagan bo'lsangiz, mayli, yaxshi. Lekin borgan bo'lsangiz, bir marta tiqib olishi o'zida har qanaqa kasal o'tgan bo'lishi mumkin. Ma qattan bildingiz sopasoligingiz? Qattan bildingiz? Xo'p, qattan bildingiz? Nima analiz topshirdingiz? Undan keyin PCR topshirganmisiz? Jinsiy kasalliklarga. o'zi shu chiroqni ko'rib, ishim shu bir kelib ketgan shu. Men sizga o'shani to'g'risida gapirib beraman. Yotgan bo'lsa-chi hozir, o'shandan bo'lsa-chi bu narsalar bilmaysan. Agar PCR topshirmayotgan bo'lsang, hech kim aytib bera olmaydi senga. Bormi shu narsa, yo'qmi? Shuning uchun doim ertaga uylanasan. Xotinga o'tkazib qo'ysang nima bo'ladi? Kasallik. Ha. Qolib ketgan bo'lsa-chi. Hech qanaqa bezovta qilmayotgan bo'lsa-chi sen. Masalan, viruslar bor, virusli infeksiyalar. Ular hech qanaqa sani bezovta qilmaydi. Yotaveradi ichida. Shu PCR analiz topshirsak ko'rinadi. Shuning uchun ham maslahat beramizki, PCR topshir bolam. Maqsad nimada? Toza bo'lib, go'shangiga ko'ngling tinch bo'lib kirish kerak. Shu to'g'risida. Bir marta yaqinlik qilgan bo'lsa, men aytaman. Sen oqib kelmadi, kasal emasman deb o'ylayapsan. Bezovta qilma. Chunki gonoreya bu hozir pashti uchramaydigan kasal. Nimaga? Любой odam antibiotik ichadi, zaglушница qilib, keyin L formaga o'tib chiqishi ham qiyin. PCR ko'rsatib beradi bolam. Mana shu sohada 40 yildan oshiq ishlayapmiz, nimalarni ko'rmadi o'g'lim. Bizanikilar nima deydi? Doktorga bordim, men tekshirdim, kasalim bo'lsa yetardi-ku deydi. Ko'rsam nima deyotganligini. Mana eshigimdan chiqib ketgandan keyin mendan ko'nglim tinch bo'lish kerak. Hech qanaqa narsam yo'q, bemalol uylanaman. Hech kimga hech qanaqa narsa o'tkazmayman. Keyin
Mana shu o'zingda hech qanaqa bezovtachalik bormi? Siyib olganingdan keyin, xuddi siydoni yonlari qizib turgandaka, shunaqa holatlar bo'ladimi? Yoki tez-tez hojatga borging kelgandaka? Hech bo'lmagan. Biz shu yo'ldan o'tganda shu og'ir vaqtida shamollaymanu. O'ta ham kamayadi. Endi mochevой kislotani keragi yo'q bu yerda. Хорошо. Men buni ham keragi yo'q. O'chirib tashladim bu narsani. Qolganlari kerak. Shu. Mana shuni qilib berganda, keyin tayyor bo'lgandan keyin olib kirsang, bunga qarab turib nima asorat bor, nimaga bunaqa holat bo'lyapti, shunga qarab turib bolaga maslahat beramiz. Пиши это все. Давай.